Kim u? Men viloyat elektrisetdan. Sizlarning qarzdorliginglar bor ekan, shunga hisoblagichni ko'rib, tarmoqdan uzishimiz kerak edi. Aytgandim, men shuni ulamang shu to'kinda so'roqsiz deb. Ha endi bor, qarang. Meni yo'q deb qo'y. Men yo'qman. Xuddi shu kabi elektr energiyasi iste'moli bilan bog'liq qoidabuzarliklar Namangan viloyati bo'ylab o'tkazilgan reyd tadbirlarida aniqlandi. Shu vaqt ichidan olib kelib, priyam stalbadan shu vaqt ichidan olib chiqib, shu yerga o'rnatilgan ikkinchi uyga. Kirib tekshirganimizda yana elektr hisoblagichdan tashqari foydalanilganligi ko'rildi. Dalolatnoma yozib, rasmiylashtirib, tarmoqdan o'chirdik. Qonuniy chora ko'riladi. Keyingi manzil Kosonsoy tibbiyot birlashmasiga qarashli oilaviy shifokorlik punkti bo'ldi. Bo'lim boshlig'iga kerakli tushunchani berildi. Qarzdorlik bartaraf etilsa, yana qaytadan tarmoq ulab beramiz. Nazorat tadbirining navbatdagi manzili Yangi Namangan mahallasida joylashgan yuridik iste'molchilardan biri bo'lib, ayni vaqtda ularni katta qarzdorlik sababli tarmoqdan uzilmoqda. Qarzdorlik miqdori? Qarzdorlik miqdori 780 million bo'lib, bu obyektni bir necha bor tarmoqdan ajratishimizga qaramasdan, o'z o'shimchalik bilan gaz zapravkani transformatoridan ulab olgan holati aniqlandi. Bu bo'yicha hozir tarmoqdan ajratish ishlarini olib bormoqdamiz. Joriy yilning 26-iyul sanasidan shu kunga qadar jami 186 ta elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlangan. Jumladan Yangi Namangan tumanida 13 ta, Namangan shahrida 20 ta, Davlatobod, Yangiqo'rg'on, Uychi tumanlarida 21 tadan, Uchqo'rg'on tumanida esa 30 ta yuqoridagi kabi qoidabuzarlik holatlari qayd etildi.